V-Speed Moskvada nima uchun ko'paydi? Moskvada juda ham hozir ayni vaqt fohishalar ko'paygan. Mana shu uchun yoshlar fohishalarga boryapti. Rezinka, berezinka bilan farqi yo'q, boryapti. O'shandan yuqtirib kelyapti. Drug vakrok, telegramlar bor, 14 ming, 15 ming подписчиклari bor. Drug vakrokda qizlar o'tiribdi, o'zbekcha qizlar, qirg'iz, tojik qizlar o'tiribdi. Bizning bolalar boryapti. Yosh 2000-yil, 2004lar borib, rezinka, berezinka farqi yo'q, o'tkazadi bu kasallikni. Keyin kelib bizga analiz, mana laboratoriyamiz bor, hamma analiz topshirsa bo'ladi. Bizga kelib analiz topshiradi, mana doказательство. Bir oyda 5 ta 6 ta o'zimizning 2000-yil bolalar 2002, 2005 V-Speed ushlagan. V-Speed degani o'zi nima narsa? V bu yomon kasal, virus bu organizmga tushgandan keyin buni tavbati yo'q. Tushundingiz? Tavbat qilib bo'lmaydi. Buni davlat uchotga qo'yadi. Davlat faqat tabletka beradi, tabletkasini ichib yuradi. Endi bizning yosh ukalarimiz 3000 rubl, 2000 rublga shu shitir-shitirga, mana shu fohishalarga, qo'pol qilib aytganda, mana shu haromxo'r qizlarga boryapsizlar. Ularda o'zi oxirisi yo'q. Ertaga sizlar Rossiyaga kimdir yaxshi ishlab ketsam uylanaman deydi-da. Ertaga birovning qiziga uylanasizlar, u qizni ham umrini xazon qilasizlar. Nima emish? Farzand bo'lmayapti. Hamma aybni odam o'zidan ko'rish kerak. Ozgina nafsi quli bo'lmanglar. 10 yil yurmanglar bu yerda. 1 yil halol, to'g'ri yo'lda ishlanglarda, uyga borib o'zlaringiz halol, pokiza ayollaringa uylanib yashasalaring yaxshi bo'lardi. Befarzandlar juda ham ko'payib ketdi. Befarzand, nimaga ko'paydi? Bepushtlik mana shu kasallikning orqasidan. Chunki mana shunga o'xshagan gonorreya, xlamida, uroplazma, shunga o'xshagan infeksion kasallar, jinsiy aloqa bilan o'tadiganlar. O'shani lecheniya qilmasa, vovремя analiz kelib topshirmasa, u osta-osta bepushtlikka olib keladi. Sperma foizini o'ldirib yuboradi. Hozir endi bizning ukalarimiz mana shu gaplarni eshitdi. Mana bu realni mana 5 ta bola speed bo'lgan. Shuni ko'rib ham yosh bolalar baribir ham boradi. Ekranda telefon nomeri yozib qoldirganmiz. Chunki deganda erkak kishida ikkita kalla bo'ladi. Bitta ishlagan payt bitta ishlamaydi. Biz borma deyapmiz-ku, ular обязательно boradi. Borib mana shunaqa problemalarga tushib qolsalaring, qayerga borsam bo'ladi ekan deb o'tkazib yubormang. Bir hafta o'ziga shuni telefon qilasizlar. Shaxsan o'zi kabinetda kutib oladi. Hech kim bo'lmaydi. Muammosini aytsa, siz internetga ommaga olib chiqmasangiz kerak. Yuzini ham ko'rsatmaysiz. Samma galavisi lecheniya qilib berasiz. Qo'lingizdan keladi.